Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Amerikaning top realtorlaridan biri, o'zlarining ishlariga juda ham e'tiborli, bizlarning yurtimizdagi vatandoshlarimizga ko'p xizmatlari tekkan business lady desak ham adashmaymiz. Xush kelibsiz, Aliya Asanova. Assalomu alaykum. Rahmat. Xush kelibsiz. Endi siz realtorство haqida gapirishni boshlagandan oldin, endi bizning shouimiz ozgina anglizchasiga aytganda autobiography deydi-ku, odamlarning autobiography. Shu ozgina siz qayerda tug'ilgansiz, yoshligingiz qanday o'tgan, shu haqida ozgina gapirib bersangiz agar yaxshi bo'lardi. Xayr, birinchidan rahmat menga shunaqa taklif bilan kelganingiz uchun. I'm very honored deydi inglizchalab. Rahmat. Men o'zi O'zbekistonda tug'ilganman, Toshkent viloyatida. Kichkina paytimizda juda ham ko'p men lично o'zim ko'chganman, endi kichkina bola paytimda ko'p kasal bo'lganman. Shuning uchun maktabdan maktabga ko'p ko'chganmiz, потому что doktorlardan anaqa bo'lish uchun. Doktorlarning orqasidan yugurish uchun. Aytsam, rus tilida, rus maktabga borganman boshida. Keyin mustaqillik bo'lgandan keyin o'zbek maktabga o'tkazishgan ota-onam. O'zbekchani o'rganishga to'g'ri kelgan. 3 ta qizimiz. Men kattasiman. Kichkina paytimdan nima deydi, ko'p o'sha boyaga sog'lig'im yaxshi bo'lmaganligi uchun ko'proq mana bunaqa sanatoriyalarda yashaganman-da. To есть ko'p narsani qanaqa qilib personality'ni o'sha build up qilish uchun o'sha yerda o'rganganman-da. To есть Xariyatam shu paytlar o'tib ketibdi. Shu endi oson emas-da, odamning salomatligi birinchi o'rinda turadi. Xariyatam shu mana bu paytlar o'tib ketib, hozir mana nima deydi, normalniy, healthy, salomat, salomat yo'lga tushganingizga xursandmiz endi. Rahmat. Endi bu narsani ko'plar bilmaydi, chunki bu narsani hech qayerda aytmaganman. Men aytmoqchimanki, nimaga men buni bu temani ko'targanim uchun odam вообще kichkina paytidan o'zini xarakterini rivojlantirishni boshlaydi. To есть hammamiz xato qilamiz, biron bir narsa qilamiz, keyin afsuslanamiz. As long as you learn from it, you're good. O'sha qilgan xatoyingizdan o'rgansangiz, nima deydi, to'g'ri xulosa chiqarib, keyingi safar o'sha narsani qilmasligi uchun вообще kichkina paytimizdan ko'p narsalar bizga ta'sir qiladi. То есть o'sha как o'zingizni защищать qilish, hayotiy experience-da. То есть odamlar ichida qanaqa qilib o'zingizni olib borishingiz, kimligingizni ko'rsatishingiz kerak paytda o'zingiz uchun o'zingiz kurashishingiz kerak. Kerak paytda o'zingizni himoya qila olishingiz kerak. Men fizически deyotganim yo'q, shu moralni o'zingiz uchun o'zingizni защищать qila olishingiz kerak-da. To'g'ri. Societyda. To'g'ri. Bu moralni dedingiz, shu odam, mana siz o'sha kichkinaligingizdan o'sha o'zingizni shu moralni baquvvat qilib, nima sabrni o'rgangansiz. Sabr o'rganganman. Keyin institutda ham, maktabda ham слишком o'zimni мнением ko'p bo'lgani uchun sinfdoshlarim hozir ko'rsa eslaydi hammasi. Bir xilada bo'lgan, что butun sinf против bo'lgan menga. Nimaga bunaqa? Chunki o'zingizni fikringiz bo'lganidan keyin, to есть qanaqadir endi biz hammamiz O'zbekistondanmiz. Biz nima deydi, milliy davlatda. To есть bizani o'zimizni uстановkalarimiz bor. Qanaqadir inogda предрассудкалар bor. Traditsiyalar bor. Traditsiyalarga bir xil traditsiyaga men qo'shilaman. Bir xil pravilalarga men qo'shilmayman. O'sha kichkina paytimdan o'zimni fikrimni aytganim uchun ko'p odamlarga yoqmagan. Ko'p bo'lgan sinfdoshlarim, kursdoshlarim orasida oldimga kelib, sen ayol kishisan, jim o'tirishing kerak.
unaqa выскочка bo'lish kerak emas, qora qarg'a bo'lish kerak emas. Jimgina ko'p yur deyishgan, jimgina yur deyishgan. Shunaqa deb sizni nima deydi inglizchasiga bring it down deydi-ku. Shunaqa qilmoqchi bo'lganda. Bo'lgan, bir xilini indamaganman, potom nima deydi, sal qaysarroq odamman, по натуре. O'zimni qolgan fikrimdan ketmayman. Вот, o'shaning uchun ham, наверное, hayotda nimaga erishgan bo'lsam, shu ozgina qaysar xarakterim yordam bergan. Xo'p. Bu endi menimcha pozitivni deb o'ylayman, tim bo'li mana bu qaysarlik, siz o'zingiz qaysarlik deyapsiz, menimcha bu o'zingiz translate qilyapsiz-da, biron inglizchami, ruscha gapni. Menimcha siz boshqani orqasidan gapirmaysiz-u, birdan o'sha yerga shu mana bunday qilish kerak edi yoki mana bunday deb o'ylayman deb o'zingizni fikringizni aytadigan inson deb his qilasiz o'zingizda, lekin odamlar shunaqani endi to'g'ri o'ziga qabul qiladiganlar bor, to'g'ri qabul qilmaydiganlar bor. Shunda siz endi nima deydi, boshqalarning fikri bilan yuraversangiz qolib ketadi-da odam. To'g'ri, men shu fikrga qo'shilaman. Esimda Amerikaga kelganimda ko'p sinfdoshlarim, kursdoshlarim SMS yozishgan. Wow, Amerikaga ketib bordingmi? Bilardim san qatgadir nimadir qilishingni bilardim. Shu jim o'tirmasligingni biz bilardik. Intilish boshqacha bo'lgani uchun то есть agar unda olib qarasam, ko'p sinfdoshlarim, kursdoshlarim yaxshi uy bekalari, bolalarini katta qilib, bolalar bilan zanimatsiya qilgan. Menda sal hayot sal boshqacharoq ketdi. Karyera, ish, oila, hammasi Xudoga shukr bor. Hammasidan ozgina experience olganman desam ham bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Rahmat shu istoriyani deydi-ku, o'zingiz bilan bizga aytib berganingiz uchun. Men bu savolni so'raganim, masalan mana 16 yil menimcha bo'ldi kelganimda. O'zim 8 yil o'zbekcha o'qiganman. Endi uyda tojikcha gapiramiz, keyin 16 yil shu kelganimdan beri uyda tojikcha gapiramiz, ko'chaga chiqib ishlar, boshqalar inglizchada. Endi men o'zbekcha gapiryapman. Endi ba'zi xatolar bo'ladi, shu eshituvchilardan oldindan uzr so'rayman. Menimcha siz ham men bilan hozir nima deydi, o'zbekchani almashtirib gapirib shunaqa qilyapsiz-da, shunga men e'tibor berdim. Uzr, endi nima deydi, yarim ruscha, yarim o'zbekcha, inglizcha gapirganim uchun ko'p so'zlarni перевод qila olmayman deb bir xilada. Bu talant menimcha. Bu sizga ham, mana boshqa o'zbekistonliklarda biz ko'p tillarni bilamiz-da, ko'p tillarni bilamiz. Shu har bir tildan gapirayotganda chiqib ketadi-da. Bir tojikcha chiqib ketadi, bir ruscha chiqib ketadi. Menimcha tojikcha gapiradiganlar mana forsi deydi, polni forsi gapirmaydi-da. Ruscha qo'shib, shuna qilib samarqandcha, tojikcha boshqa. O'zbekistonlik o'zbekcha boshqa, masalan Turkiyaga bo'lsangiz, вообще u turk tili, u hech qanaqa ruscha qo'shmaydigan tilda o'zi. To'g'ri. Shu необычный biz O'zbekistonimizning tillari shunaqa. Tim bo'li bu yerda yashagan bizani odamlar, biza o'zimizning terminologiyamiz bor-da, o'zingiz bilasiz. Bil degan narsani перевод qilib bo'lmaydi. Ya'ni boyaga aytganingizdek, HO'ni ham перевод qilib bo'lmaydi. Qiyin перевод qilish. Shunday. Uzun so'zlar bilan tushuntirib bersa bo'ladi, lekin Amerikada yashayotgan odamlar bil desangiz hammasi tushunadi. Hammasi tushunadi. Endi o'zbekistonliklarga harakat qilamiz, eshituvchilarga tushuntirib berishga. Qo'limizdan kelganidan. Endi siz mana aytib o'tdingiz, Amerikaga kelgan paytlar dedingiz. Birinchi savolim sizda, qachon siz kelgansiz Amerika Qo'shma Shtatlariga? Основной, наверное, mana hayotim Amerikaga kelgandan boshlangan. Nimaga desangiz, biz 2006-yil dekabr oyida kelganmiz. O'g'limni tug'ilgan kuni 2 yoshida Amerikaga uchib kelganmiz. 2002-yil. 2006-yil. 6-yil dedingiz, O'g'limni tug'ilgan kuni biz Amerikaga qo'nganmiz.
То есть bizada har doim 11 dekabr anniversary bilan o'g'limni tug'ilgan kunini nishonlaymiz. Ana bu bizga ham qanaqa connection bor. Mani ukamni, singlimni deng rожденияsi bir kun keyin bo'lgandi. 9-fevral uni deng rожденияsi, biz 8-ga kelganmiz. Shu bizniki ham esdan chiqmaydigan ishlovlarda, sizniki ham esingizdan chiqmaydi. Birinchidan вообще основной hayot immigrantlarni hammasi bu yerda yashaganlar hammasi tushunadi. O'zbekistonda ko'p odamlar образование oladi, qanaqadir должность tilida ishlaydi. Lekin immigratsiya qilgandan keyin boshqa davlatga, ayniqsa Amerikaga, ko'plari hayotni boshqatdan boshlaydi. Noldan boshlaydi. Тем более 2006-yillari bizning odamlar O'zbekistondan SNG ruscha говорящий deydi-ku, o'shalar kam edi-da, juda ham kam edi. Hozirgi paytlarda ko'proq odamlarning qarindoshlari bor, ozgina osonroq, lekin baribir ham ular yangi davlatga kelgan, boshqatdan boshlanyapti-yu. Shunaqa. Sizniki? Biz endi kelganimizda nima deydi, bir ikkitagina o'zbek oilalarni tanirdik, yordam berishgan, arendaga uy olishga, boshqa qilishga, ish topishga. U paytda ishlarni biz gazetadan qidirganmiz. Men gazetadan topganman. Hali telefonlar unaqa populyarniy, hammani qo'lida yo'q edi. Lekin endi Amerikada hammada bor edi, O'zbekistonda bo'lmasa ham. O'zbekistonda telefonim bo'lmagan. Amerikaga yana sras T-Mobiledan olganmiz. Yo'q, Amerikada telefon bor edi-yu, haligi nima bor-u, touch screen deydi, qo'l bilan ishlatadigan. Unaqalar yo'q edi-da, hali Google ishlatib, masalan, magazinlar qayerda, unaqalar qayerda yo'q edi. Hammasi prostoy telefonlar, knopkali. Shunaqalar deydi-da. Shu ham biz uchun baribir qanaqadir nima deydi, yangilik bo'lgan. Endi Amerikaga endi kelgan odamlar hamma o'zini Putinni o'tadi, o'zini yo'lini, o'zini o'sha experience'ini o'tadi. Lekin bu davlat sizga beradi, anaqa, возможность beradi, чтобы hayotingizni yaxshilash uchun. Endi intilish kerak. Odam o'ziga bog'liq. Agar intilmasdan o'tirgan joyingizda o'tiraversangiz, o'tiraverasiz. To'g'ri. Agar sekin-sekin maqsad qo'yib, o'zingizni qidirishni boshlasangiz, yo'lingizni topib ketasiz. Sizni qiyinchiliklaringiz kelganingizda qanaqa bo'lgandi? Masalan, personalniy shart emas, masalan, ish topish yoki bironta haligi odamning boya aytganingizdek bironta moralni siqilgan paytlaringiz bo'lganmi? Конечно, bo'lgan. Nimaga desangiz, O'zbekistonda to'g'risini aytsam, даже o'zimni uyimni ham yig'ishtirmaganman. Bu yoqqa kelgandan keyin men ingliz tilini umuman bilmaganman. Hatto ingliz tili kurslariga borganman, kirmagan ingliz tili. Endi prosta gaplar, hello, goodbye, shunaqa bilgansiz-ku. Ismimni bilganman, dialog qilolmaysiz, gaplasha olmasdim. U paytda bu yerda ruskoговорящийlar kam edi. O'shaning uchun ingliz tilini bilmaganim uchun birinchi to'qnashgan problema mana shu bo'lgan. Oddiy internetda ulash uchun ham customer service'ga telefon qilsangiz, ingliz tilida hammasi, keyin o'tdan переводчик so'rardim, через переводчик. Endi kelganimizda, естественно, ingliz tilini bilmaganingiz uchun единственный men uchun ish uy yig'ishtirish bo'lgan. Otellarni yig'ishtirganman, uylarni yig'ishtirganman, boylarning uylarini. Nima deydi, o'zingizni yo'lingizni o'tasizda. To есть agar ishlash kerak, ayb yo'q, ishlash kerak. Shu hamma kimnidir biznesi, men hech narsa deyotganim yo'q. Bu kimnidir biznesi, odamlar biznes qiladi, cleaning servicelar orqali. Lekin ishlashni boshlaganimda bu ish men uchun emasligini bilganman. Sразу men bu ishni umuman qilmayman. Vaqtinchalikligini bilganman. 1 yildan keyin, 1 yilga ham yetib bormagan, ishlaganimdan keyin o'zim juda ham yomon his qilganman. Psixologически, chunki nima deydi, umr yo'ldoshingiz bilan birga kelgansizlar, o'g'lim, ular, men uchalamiz kelganmiz. Xayriyat ham shu oila bilan kelganlar yaxshiroq-da, shu nima dokumentalniy green karta bilan kelganlar. Green karta o'tganmiz. Ozgina osonroq o'tadi, chunki bolalarni sog'inish, uyni sog'inish unchalik qiyin bo'lmaydi-da.
u gapingiz ham to'g'ri-da. Тем более green karta bilan kelganlar уже официально kelasizda, то есть legalnisiz, statusingiz legalni, ko'p narsaga ilojingiz bor, ko'p biznes bilan shug'ullanishga. Bo'lmasam umr yo'ldoshingiz bilan endi u kishi boshqa yo'nalish ishda, siz shu uy yig'ishtirish chiqib ketdi. Ro'zg'orni qimirlatish uchun. Da mashinamiz bo'lmagan, bilasiz, agar mashinangiz bo'lmasa, bu yerda qiyin, avtobuslar bir soatda bir marta yuradi, hamma regionga bormaydi. Peshkom yuradi. Filadelfiyada edingiz, Pramoy. Mana shu yeriga kelganmiz. North Philadelphia kelganmiz. Nyu-Yorkka qaraganda bu yerda mashinasiz juda qiyin-da, shuniga aytyapman. Juda ham qiyin. Avtobuslar ham har zamonda kelmaydi. Shunda men o'ylayapman hozir bu oson emas. Immigrant, тем более 2006-yillari avtobuslar ushlab borib kelib, nimada sharoit endi odam chidashi kerak ozgina. Nima deydi, hozir eslasam hammasini, to'g'risini aytsam, hamma nima qilmagan bo'lsak ham, qanaqa решение принимать qilmagan bo'lsak ham, o'sha paytda noto'g'ri deb o'ylagan решенияларым hammasi в принципе to'g'ri bo'lib chiqdi. Что yil o'tgandan keyin vaqt ko'rsatadi. O'sha siz qabul qilgan qaroringiz to'g'rimi yoki yo'qmi, o'shani faqatgina vaqt ko'rsatadi. O'shaning uchun agar qo'rqsangiz, atrofingizdagi hamma odamlar sen noto'g'ri qilyapsan, pul ishlash kerak hozir desa, siz ich-ichingizdan bilasiz, что bu noto'g'ri, siz hayotda boshqa narsani xohlayotganingizni bilsangiz, o'sha narsani qilish kerak. Amerikanlar aytgandek, listen to your gut deydi. Stремиться qilishni to'xtatmaslik kerak-da. To'g'ri. Agar maqsadingiz bo'lsa, siz o'sha menga o'xshab ingliz tilini bilmasangiz, mashinangiz bo'lmasa, tam bunaqa yashashni xohlamasangiz, plan qilish kerak, sekin-sekin, o'sha planingizga qarab harakat qilishingiz kerak. То есть men ozgina ishlaganimdan keyin ingliz tili maktabi bizda DPT degan shkola biznesa bor edi, Rooseveltda. O'sha yerga borib yozilganman. Начальный английский, intermediate. O'sha yerda o'qishni boshlaganman. Ishimni yarmisini tashlaganman, yarmisini part time ishlashni boshlaganman. U shu aytgan uy yig'ishtirish ishini part time qilgansizda? Part time qilib, o'qishga kirganman. Qiyin, finansiy juda qiyin bo'lgan, boshqa bo'lgan, mashina haydamaganman, peshkom или avtobusda qatnardim. Вот. Sekin-sekin o'tib bitirib, keyin shkola biznesa cosmetologistga o'qiganman. То есть tirnoq qilish, salonda ishlash, u ham o'ziga yarasha bitta yo'l bo'lgan, journey bo'lgan. Adventure. Men sizga bitta voqea aytib beraman. O'sha voqeani men nimaga yaxshi ko'raman? То есть har doim inson biron bir narsa qilishdan oldin, katta shak qilishdan oldin, nimagadir atrofidagi odamlar поддержка qila olmaydi. Особенно eng yaqin odamlaringiz поддержка qila olmasa, juda ham qiyin odam uchun решение принимать qilish. O'sha narsani qilaymi yoki yo'qmi? O'zini oilasi, o'zingizni oilangiz, atrofingizdagi o'rtoqlaringiz, общениyangiz, обществоingiz sizni поддержка qilmasa, u odamga решение принимать qilish qiyin, потому что nimagadir siz o'ylaysiz, mana men hamma odam atrofimda qila olmaysan deb aytibdi. Значит, men qila olmas ekanman. I'm better stay where I am degan narsani qilmasligiga sabab ko'p-da. O'shaning uchun har doim aytaman, you have to listen to your guts. O'sha narsani chuvstolaringizni eshitib, chuvstolaringizni bilib, maqsadingizni bilsangiz, sizga osonroq bo'ladi решение принимать qilish. No, yana bitta narsa, обществоga противостоять qilish qiyinroq sal. Atrofingizdagi odamlar поддержка qilmasa, sizga 2 barobar qiyin bo'ladi. O'sha решенияni принимать qilish. To'g'ri. Men sizga bitta voqea aytaman. Men cosmetologistga o'qib bo'lgandan keyin nail technician kursini olganman, потому что eng qisqa variant edi, kamroq, arzonroq edi. То есть men uchun o'sha litsenziyasini olish. Sertifikat litsenziya kerak. Litsenziya, Pensilvanskiy litsenziya kerak. Mikrobiologiya, anatomiya человекаdan ekzamen topshirasiz, shtatovskiy ekzamen topshirasiz. Так как уже 1 yil ingliz tilida ozgina sal-pal tushunishni boshlagandan keyin men сразу biznes shkolaga kirdim-da o'qishga.
o'qishga, nail technicianga, to есть tirnoq qilish spesialность bo'yicha. O'shanda shtatovskiy ekzamen topshirasiz ingliz tilida. Menga yordam bergani sababi mikrobiologiya bilan anatomiyani oson topshirish. Maktabda juda ham yaxshi o'qiganman. Qaysidir paytlar tashmiga topshirmoqchi bo'lganman. Planlarim o'zgarib ketgan. Boshqa institutga kirganman, tashmih qolib ketgan. Именно mana mikrobiologiya bilan anatomiya человекani so'zma-so'z tushunmasam ham kitobda subconsciously в принципе ma'nosini bilardim, что nimani imetib qilyapti kitob. Masalan, bitta gapni o'qisangiz, shuni примерно tushunardingiz, nima haqida gap boryapti. Osonroq bo'lgan. Men bittada ekzamenim topshirganman, litsenziya olganman. Keyin nima deydi, ingliz tilini ko'proq, yaxshiroq o'rganish uchun amerikanskiy salonga ishga kirganman. Kirmoqchi bo'lganman. Ko'p joylarga rezyume yozganman, hech kim taklif qilmagan. Bittagina salon Center gorodida, Center City downtownda, Philadelphia telefon qilgan. Borganman. Endi salon strashnenький edi, такой qo'rqinchli salon edi. O'zi Center gorodida binolar, shu ko'chalar strashniy joylarda, Filadelfiyada. Odam qo'rqadi borib kelishga. Qo'rqadi-da. Men har doim sentrda ishlamoqchi bo'lganman. North Philadelphiada ish umuman qidirmaganman, ruslarga ham ish qidirib bormaganman. Chunki ingliz tilimni yaxshilash uchun men amerikanlar bilan ishlamoqchi bo'lganman. O'sha salon meni ishga taklif qilgan. Условиялар unaqa zo'r emas edi, rozi bo'lganman. Qattandir boshlash uchun. Rezyumega в дальнейшем nimadir yozish uchun ishimni boshladim. 2 oy ishlaganimdan keyin litsenziyamni olganman. Bir kuni mana shu voqeani sizga aytmoqchi edim. Bir kuni lunch payt, endi amerikanskiy salon, hamma juda ham slow, hech kim klienti yo'q, hamma lunch roomda ovqatlanyapti-da, ha qilib technicianlar gaplashyapti. Massajist, hair technician, nail technician. Endi obed paytida hamma dam olyapti. Dam olyapti hamma. Ammo sovuq edi, fevral oyi, yanvar oxiri edi. Men paltolarim kiyib, qo'limda qog'oz, rezyume qilganman. Где-то bir 10-15 ta rezyume qilib borib, пока klientim yo'q edi, eng upscale luxury salonlarga rezyumemni tarqatishga kiyinib chiqib ketmoqchi bo'lganman. Obed paytida. Obed qilmasdan. Keyin menga bitta qiz aytibdi, amerikanka, qayerga ketyapsan dedi. Keyin aytdim, men salonlarga o'zim rezyumemni topshirmoqchiman dedim. Shu birga ishlaydigan qizga. Keyin menga qarab, qanaqa salonga bormoqchisan? Men aytdim, Center downtownda eng zo'r salonlarni, luxury salonlarni vыбирать qildim. O'sha yerga hozir borib, rezyumemni tashiyman dedim. Hamma kulishni boshladi. Obed qilayotgan joyda. Keyin men aytdim, nima kulyapsizlar desam, biza amerikanetsmiz. Biza даже не позволяем себе именно shu narsani qilishga. Biza qilmaymiz даже bu narsani. Harakat ham qilmaydi. Biza olmaydi ishga deyapti-da. То есть она уже установила себе, что uni hech kim ishga olmaydi. O'zini limit qilganda. Keyin aytdim, "Okey" dedim, "Bu seni fikring" dedim. Men o'zimni anaqam bo'yicha ketyapman dedim. Shuna qilib, bilaman, что 2 soat, 3 soat peshkom aylanib, salonlarga kirib rezyumemni berdim. Bir haftadan keyin bitta salon telefon qilyapti. Как раз fevral boshi. Luxury deydi-ku. Luxury. Topper Spas degan salon bor, Center Cityda, hali ham. O'sha paytda 2008-yil eng gullagan payti edi. Bu salonlarni 5 ta lokationi bor. Eng zo'r lokationidan bittasi o'sha Chestnut Streetda joylashgan Topper Spas salon, 5 ta etajli. Juda ham unaqa salonga hech qachon kirmaganman. O'shanaqa salon meni intervyuga chaqirdi. Bordim, intervyu qilishdi, gaplashdim, bo'ldi ishga olamiz deyishdi. Den Valentinaga bizda hech kim ishlagisi kelmayapti dedi. Agar ishlasang, biz senga $100 beramiz dedi o'sha kunga. Bonus. Men xursandman, menga bir kunda $100 hech kim bermagan. Rozi bo'ldim. Bu paytlar $100 ko'p edi-da. Katta pul edi. 2008-yillar, ko'p edi. Xursand bo'lganman. Borganman, ishlaganman o'sha kuni, menga yana $100 tip berishgan klientlar. То есть men bir kunda o'sha kuni $200 pul ishlaganman.
bayramda ishlayapsiz deb chayvi berganda chivi berishgan. Tug'ilgan kun qilishadi. Salonlarda Amerikada shunaqa принято. Bolalarini tam Sweet 16 qizi tug'ilgan kuni edi. Adasi hamma qizni o'rtoqlarini salonga olib borib, bularga traditsiya qanaqadir. Butun tam parikmaxer, tirnoq, facial, massaj paketcha olishadi-da, bolalarga shunaqa podarka qilishadi. Har bitta odamga o'sha odam $100 tip bergan. Tushundingizmi? O'sha parida. Bunaqa klientura ko'p kirsa agar bir kun ham yetmaydi-da shu ishlashga. Endi boshqalar bilan birga nima qilgansizlar-da. Biz ko'p hammamiz qilganmiz. To есть o'tda bir 20 ta odam kelgan. Birdaniga servisga o'sha kuni. To есть all day, to есть kunni bo'yi biz o'sha parini servis qilganmiz. Shunaqa qilib, meni nima deydi, Amerikada journeyim boshlangan. Sekin-sekin ishlashni boshlaganman salonlarda. Shunaqa qilib 7 yil ishladim salonda. O'sha yerda. Yo'q, u salonda emas, boshqa salonga o'tganman. Mani haligi aytingiz-ku luxuryga kirgan. Luxury, undan keyin Saks Fifth Avenue'da ham ishlaganman. U ham boshqa luxury. U ham boshqa luxury. Keyin o'sha 2009-yil Tampersdan 1 yildan keyin ketganman, chunki esingizda bo'lsa 2009-yil crash bo'lgan. 8-9 shunaqa bo'lganda. O'shaning uchun bizani salon ham bankrot bo'lgan. O'shaning uchun men o'tdan keyin Saks Fifth Avenue'ga ketganman, o'tda salonda ishlaganman. Elizabeth Arden Red Door degan salon bo'lardi. Xo'p. O'tda ham ishladik. Biz yigitlar uni bilmaymiz. Sizlar bilmaysizlar-ku. Xo'p deyapman-da. U ham juda ham qimmat salon edi. O'tda ishlaganman. No, в итоге finansiva qarasam, menga o'tdan o'tgan pulim baribir kamlik qilgan. O'shaning uchun bitta ayolni topganman, объявление bo'yicha, intervyuga borganman. Kichkina, juda ham salon, plazada joylashgan. Ambler degan shahar bor bizda. Yaxshigina suburbs deydi. O'sha yoqqa borganman, shu ayol bilan tanishganman. Bu ayol menga faqatgina qanaqa qilib zo'r manikurist bo'lish emas, qanaqa biznesmen bo'lish, bizneswoman bo'lish o'rgatgan. Mana основной biznes bo'yicha o'ylaydigan anaqalarim hammasi qanaqa qilib odamlar bilan gaplashish, communication ana o'sha ayoldan boshlangan. Mentalitetingizni o'sha almashtirishga yordam bergan. Yordam bergan. Meni birinchi coachim Amerikada shu ayol deb o'ylayman. Zastavlять qilardi. Bunaqa tekstlar yozdirardi. Skript bor. Mana odam o'tiribdi. Mana shu tekstni o'qiysan, yodlab olgin. Unga borib o'qimaysiz-ku, shu o'qimaysiz, lekin yodlab keyin gaplashasiz. Qanaqa qilib gaplashish kerak. Menga bitta gap aytgan, hayotimdan hech qachon esimdan chiqmaydi. Ruschalab aytaman, agar ilojisi bo'lsa. Mayli. Ты должна рассказать так вкусно, чтобы клиент захотел проглотить то, что ты сказала. То есть, shunaqa shirin gapni aytib berishing kerakki, boyagi servisingni shirin shunaqa aytib berishing kerakki, klient sani o'sha servisingni yegisi kelsin deydi. Tushunasizmi? O'zingizni jalb qila olishingiz kerak o'sha odamga. Biza faqatgina tirnoq qilmaymiz. Biza o'zimizni servisimizni sota bilishimiz kerak. Ты продаешь себя, свой сервис. То есть senga o'xshagan manikuristlar tiqilib yotibdi. Nimaga ular senga 2 barobar ko'p qimmat servisga pul to'lash kerak? Anta Chinese restoranga manicurist place'ga borsa, xuddi o'sha tirnoqni 1 barobar arzon. 2 barobar arzonga qildiradi. Lekin bizani narxlar qimmat edi. O'shanga yarasha servis qilardik-da. То есть o'shanga yarasha качественный tovarlar, qanaqa o'zingiz bilan klient bilan gaplashasiz. It's all matters-da. Hammasi важный narsa. Shuning uchun journey o'sha yerdan boshlangan. Keyin o'sha on o'sha boshqa narsalar bilan nima qilish. Интересно. Siz o'sha oxirgi aytgan joyingiz ular ham amerikanistlar edimi? Amerikanskiy salonida intervyuga borganimda, bu ayol bilan gaplashganimda, ismlari Ada. Hali ham ochiqmi bizneslari? Hali o'zi ham ishlaydi, bitta o'zi ishlaydi-da. O'zi bitta o'zi ishlaydi.
gapdan gap chiqib telefon bo'lib qoldi intervyu paytida. Men uni intervyu endi bizda qanaqa tirnoq qilasiz. Intervyu bizani shunaqa servisingizni qanaqa ko'rsatish uchun. Bitta ekzemplyar qilib ko'rsatish mumkin. Qilib berishingiz kerak. Men uni tirnog'im qo'yman, endi сделал мне do my nails dedi. Qildim. Telefon unga bo'lib qoldi, ruscha gaplashib boshladi. Shuncha вообще u g'irt amerikanskiy edi. Boyaga borgan joyim. Shu ayol necha yildan beri shu salonda ruscha gapiradi. Shu salonda ishlar ekan. Kelib siz bilmagan ekansiz. Bilmaganman. Aksenti ham yo'q ekan deb bo'lmasam. Yo'q, aksenti yo'q. U 40 yildan beri yashaydi bu yerda. Meni aksentim ruscha aksent emas-da. Bilasiz, bizani aksent sal boshqacharoq. Bizda ruscha aksent emas bizda, amerikanskiy. Qo'polroq ingliz tilimiz emas. Bizaniki more Spanish, naверное, bizaniki more Spanishlarnikiga o'xshaydi-da, ispanlarnikiga o'xshaydi aksentimiz. U meni ispan deb o'ylabdi. Ko'plar meni ispan deb o'ylaydi. Chunki biz o'xshaymiz. Dark hair, ispanlarga o'xshaymiz. Malla emasmiz unchalik. O'shaning uchun u ham meni ispan deb o'ylagan. Keyin ruscha gaplashgan eshitib, o'zi ismingiz ham masalan Aliya universalniy imya-da, u masalan Yevropeyskiga ham to'g'ri keladi, yoki Amerikaga ham to'g'ri keladi, shunaqa. Meni ismim musulmonlarda ham очень populyarniy, juda ham amerikansklar orasida ham, anaqalar orasida ham, nima deydi, yevreylar orasida ham. То есть universalniy-da, juda ham ko'p joyda. O'zbekiston uchun meni ismim oldin, Aliya degan ismim почти eshitmaganman. Dokumenti oldinmi bo'lmasam yoki dokumenti Aliyami? Aliya, tug'ilganimdan Aliya deb ism qo'yishgan. Nimaga oldin deyapsiz? То есть oldin O'zbekistonda meni ismim populyarniy bo'lmagan. Tushunasizmi? Aliya desam hamma bunaqa ismni eshitmaganmiz. Qanaqasan? O'z millating nima? deb ko'plar so'rardi-da. Hozir u populyarniy bo'lib ketgan. O'sha turetskiy serial chiqqan Aliya dizayner. Keyin yana ashulachi amerikanka Aliya bo'lgan, yana bir yevreylar orasida juda ham populyarniy bu ism, afroamerikanslar orasida ham juda ham populyarniy ism. Shunaqa. Bu Amerika uchun meni ismim normalniy ism. Shunaqa. Aytyapman-ku, universalniy imya. Meniki Bobomurod, endi meni Bob deyishadi shu yerda. Endi dokumentlarda nima ishga boramiz, Bobomurod deb yozsak agar, keyin o'zi biladi-da, nima, hozir Google chiqqan, Bobomurod deb yozadi, O'zbekistondan ekan yoki O'rta Osiyodan ekan deb. Shunaqa o'zi biladi. Endi-da, O'zbekiston uchun juda ham noyob ism o'sha paytda bo'lgan. Nima deydi? Endi hamma odamlarni o'zini yo'li bor. Shunaqa. Qanaqadir chapter in life. Yes. Важный narsa, men bilganim, важный narsa o'sha journey-da, o'sha yo'l. Именно вот этот yo'l qanaqa qilib o'tasiz o'sha narsani. Qanaqa urok olasiz o'sha narsadan. Odam o'zi uchun bilsa, что успешный bo'lganman, nima deydi, tirnoq qilishda eng zo'r tirnoq qiladigan bitta anaqalardan, technicianlardan bittasi bo'lganman o'sha paytda. Bitta klientim bor edi. Har 2 haftada kelardi, realtor edi. Wyckoff Realtorsga ishlardi, Dayan degan Snyder. Har doim 2 haftada kelib menga istoriyalarni aytib berardi. Ish haqida. Ishini gapirib berardi. Qanaqa ishlaydi, nima bo'ldi, qanaqa problemalari bor. Menga har doim qiziq edi uni istoriyalarini eshitish. Bir kuni prosta shunaqa o'zim uchun qaror qabul qildim, что bu ish временный bo'lgan. Именно mana shu отрывок hayotimda уже boshqa ish qidirish kerak. Boshqa professiyaga o'tishni xohladim. Потому что maksimalni hisobladim. Meni hayotim uchun qancha pul kerak? Meni o'sha xohlagan narsalarim uchun bu meni hozirgi ishlayotgan pulim недостаточно edi. И men xohlamadim, чтобы всю жизнь tirnoq qilishni xohlamadim. O'shancha realtorstani tanladim. Shunaqa qilib realtorlikka o'qishni boshladim. Of course, aytganimdek, ko'p odamlar aytishdi, что
shunaqa успешныйsan, pul topasan, ishing zo'r, klientlaring ko'p, ketma, qilolmaysan, realtorство juda ham qiyin anaqa. O'sha paytlarda ham sizni to'xtatishga harakat qilishgan. Juda ham ko'p odamlar har doim to'xtatishgan. To есть bitta ishdan ikkinchi ishga, ikkinchi ishdan professiya almashtirish o'tayotganimda juda ham ko'p odamlar qilolmaysan deb aytganlar juda ko'p bo'lgan. O'shaning uchun bu yerda ham xuddi shu narsaga to'qnashdim. To есть ko'p odamlar ko'plab podдержка qila olmaydi. Nimagadir ular sizni ko'ra olmaydi, ko'zi yetmaydi. Siz что o'sha qanaqadir biron bir narsaga erishishingizga ko'zi yetmagani uchun siz uchun qaror qabul qiladi. Bilib bilmasdan, men ularni yomon odam deb aytganim yo'q. Просто ular bilib bilmasdan sizni to'xtatishga harakat qiladi. Nima xohlashingizni o'zingiz bilasizda baribir. Boshqa odamlar bilmaydi qanaqa mentalitet nimada yo'lda boryapsiz siz. Shunda boshqalardan xafa bo'lish kerak emas, prosta. Yo'q, конечно, xafa bo'lish kerak emas. Prosta aytganimdek, o'sha maqsadingizga qarab yurishingiz kerak и action, действовать qilish kerak. То есть agar hech narsa qilmasangiz, hech narsa bo'lmaydi. Agar men o'sha paytda tilni o'rganib, biron bir boshqa professiyani qidirib qilmaganimda, men, naверное, haligacha ham yig'ishtirib o'tgan bo'lardim. To'g'ri. To'g'rimi? Bu professiyaga men hech qanaqa qarshiligim yo'q. Boya aytganimdek, uy yig'ishtirish ham katta bizneslardan bittasi. Bilasiz, cleaning service Amerikada juda ham katta bizneslardan bittasi. To'g'ri. Lekin men o'zimni u biznesda ko'ra olmadim. O'shaning uchun keyingi etapga o'tib, undan keyin keyingi etapga o'tdim. Xo'p. Siz hozir realtorskiy kasbingiz haqida gapira boshladingiz. Bitta tanaffus qilaylik, keyin davomini gapirib berasiz, maylimi? Давай. Rahmat. Ali opa, har bir ishning qiyinchiliklari bor. Masalan, siz o'zingizning kasbingiz haqida, realtorlik haqida qanday qiyinchiliklarga siz duch kelgansiz, shu haqida bitta gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Men вообще ko'p nima deydi, o'zim ustimda ishlab, kitoblar o'qib, har xil aqlli odamlarning podkastlarini eshitib, shunaqa fikrga keldim, что qiyinchilik bo'lmasa, siz hech narsaga erishmaysiz. То есть to'g'ri. Bu ham qanaqadir obstacle, o'sha yerdan o'tish kerak odam. Bu experience. Realtorlik ishi juda ham qiyin ishlardan bittasi. Agar Google qilsangiz, adashmasam, agar data anaqa o'zgarmagan bo'lsa Google'da, qachondir bir Google'dan tekshirganimda realtorlik 3-o'rinda edi, stress bo'yicha. Top 5talikka kirar ekan-da. Top 5talikka o'sha paytda kirgan edi. Hozir bilmayman, o'zgarganmi yoki yo'qmi. Chunki biz boshqa odamlarning puli bilan ishlaymiz. То есть покупательlarni, то есть sellerlarni, buyerlarni, продавец, покупательlarni pullari bilan ishlaymiz. Katta pul aylanadi bizda. И sizni bo'yningizga ответственность juda ham katta. Katta, to'g'ri. Xudo ko'rsatmasin, klientingiz noto'g'ri qatgadir nimadir pul o'tkazib qo'ysa, kimgadir accountini disclose qilib qo'ysa, pul ketib qolishi mumkin. Hozirgi bizning marketda juda ham oson u narsalarni через o'sha scam accountlar orqali anaqa qilish. Pul noto'g'ri joyga o'tib ketib qolishi mumkin. O'sha narsa biz uchun juda ham katta ответственность bu narsa. Juda ham katta mas'uliyat yuklaydi bizga. Biz faqatgina uyni ko'rsatib, eng oson parti bizning ishimizdan klientni olib uy ko'rsatish. Bu eng oson part. Hamma shunaqa deb o'ylaydi-da, faqat uy ko'rsatib yuradilar bular deb. Bu haligi nima deydi, background ishlar qilishingizni bilmaydi. Uning ustiga yana boshqa ishlar bor. Shularni tushunmaydi-da ba'zi odamlar. Ko'plar tushunmaydi. Qarang, bu nima deydi? Bizga har xil odamlar keladi. Meni ko'p klientlarim birinchi marta uy olayotgan odamlar. Hech qachon uy olmagan Amerikada. Ko'plari immigrant. Men amerikanlar bilan ham ishlayman, o'zimiznikilar bilan ham ishlayman. Postsovetskiy prostranstvodagi boshqa davlatlar bilan ham ishlayman. Belaruslar, ukrainlar, Polsha. То есть
odamlar ko'p, har xil, kultura har xil. Odamga qarab gaplashasiz. Til bilishingiz ham sizga ancha plyusda. Uchta til bilishim juda ham menga yordam beradi. Kultura har xil. Ularning traditsiyasi har xilda, o'sha boyagi nima deydi? Har xil ular boshqacha talab qiladi, boshqa tarbiyasi har xil hammasini. To есть qaysidir millatga bunaqa gaplashsangiz yoki nima deydi? Masalan, oddiy o'zimizda. Bizda nima deydi? Biznes etiket bor-da. Biznes etiketda qo'l berib mana so'rashish men uchun как бизнесвумен это norma. Lekin bir xillarda juda ham religiozniy такой nima deydi? Islomik oilalar kelganda men qo'limni uzatmayman. O'zi birinchi nima qilsa agar o'zi qo'lini uzatsa, boyagi erkak kishi men qo'limni uzataman. Lekin o'zi qo'lini uzatmasa men uzatmayman. Chunki bilasiz, o'sha islomik etiketga siz to'g'ri kelmaydi-da. To есть boshqa kulturalarga ham xuddi bir xil narsalar bor, siz qila olmaysiz. O'sha narsani, ular kulturasini bilishingiz kerak. Hurmat qilishingiz kerak, o'shanga qarab ish qilishingiz kerak. Ana o'shandagina siz успешный biznes odam bo'la olasizda. O'sha narsalarni учитывать qilish kerak. Bu mелкий narsa bo'lsa ham, bu ularga nisbatan, klientga nisbatan katta hurmat hisoblanadi. Endi men tushundim, qiyinchiliklar ko'p. Bitta misol keltirib bera olasizmi? Masalan, deydi-ku inglizchasiga bitta highlight, bittasi masalan esingizga kelyapti. Qiyinchiliklardan bittasimi? Qiyinchiliklar ko'p bo'lgan. Birinchi yili bitta ham uy sotmaganman. Даже bitta arenda ham qilmaganman. $60,000 kreditniy kartochkadan qarzim bor edi. Center City'dan ishni boshlaganman, ofisim. Birinchi kirgan brokerim mash KW, Keller Williams Real Estate bo'lgan. Mash kompaniyada qolganman. Hamma bilimlarimni mash kompaniya orqali olganman. Bo'lmasam siz shu yerdan ishni boshlab to haligacha shu kompaniya bilan. Bu kompaniya agar Google qilsa odamlar ko'radi, что номер 1 компания по всей Америке, даже по всему земному шару desa ham bo'ladi. Bularning servislari haqida gapirib bering. Qanaqa faqat uy sotib olish, ko'chmas mulkmi yoki faqat ko'chmas mulk? Manage properties deydi-ku, o'shani ham qiladi. Manage qilmaydi bular. Faqatgina bular realtorlarni o'qitadi. Bularni o'qitish programmasi na высоком уровне, очень high level education training programmasi bor. Men sizni kuzatib boraman, siz haligi konferensiyalar nimalarga ko'p borasiz-da. Shunga bular bo'lmasam e'tiborli ekanda treyning uchun. Borishingiz kerak. High level treyninglarimiz bor. Естественно, o'tga kompaniya hech narsa to'lamaydi. Biz shunaqa biznesdamizki, bu biznes, именно realtorskiy bu yerda sizga hech kim oylik to'lamaydi. Komissiyanimi nimaga? Biz faqat komissionniga ishlaymiz. Еще biz yana brokerga pul to'laymiz. Что biz mana shu kompaniyada ishlaganimiz uchun. Bu Keller Williamsga siz haligi qanchadir protsent to'laysiz. Oylikdan nima qilishni? Oylikdan to'laysiz, nimaga desangiz, ana o'shani brokerstvolar qanaqa qilib yashaydi? Brokerstvolar, real estate kompaniyalar Amerikada shunaqa zakon bor. Siz как individualniy odam o'zingiz alohida ishlamaysiz. Siz brokerga ishlashingiz kerak. Laysensingizni broker bilan nima deydi? Brokerajiga qo'yishingiz kerak. Laysensingiz bo'lsa agar, lekin brokerstvo bilan ishlash majburiy ekan. Majburiy. Bitta o'zingiz ishlamaysiz. Faqatgina o'zingiz broker bo'lsangiz, o'zingiz kompaniyangizni ochsangiz, тогда o'zingiz kompaniyangiz bilan ishlaysiz. Boshqa realtorlarni o'sha ishga olasiz. Lekin as individual siz ishlamaysiz. Shuning uchun ham biz har bitta o'sha olgan komissiyonimizdan qaysidir portionini brokerga to'laymiz. U yerda kichkina portion emas, sizlar katta summa bilan ishlaysizlar. Bu endi nimaga bunaqa? Masalan, siz ancha yillardan beri shu sohada siz o'zingiz brokerstvo ochsangiz bo'lmaydimi? Juda ham yaxshi savol. Ko'plab beradi. Даже men qancha klientlarim har doim so'raydi. Alapa, o'zingizga ochsangiz bo'lmaydimi? Qancha pulingiz ekonom qilardingiz?
To'g'risini aytsam, yo'q, brokerstvani содержать qilish juda ham qiyin. Risklari ko'p, liability insuranslaringiz bo'lishi kerak, cyber insurancelar, ular страховкаlar hammasi juda ham qimmat. Haligi keyin aytdingiz-ku, ko'p summali pullar bir bankdan boshqa bankka o'tadi. O'sha brokerstvoning ответственности o'shanda ekanda. Mana masalan qarang. Yana bunga boshqacha qarasa bo'ladi. То есть siz brokerstvo ochsangiz bo'ladi. И boshqa realtorlarni ishga olib, o'zingiz в принципе ishlamasangiz ham bo'ladi. Nimaga desangiz, bu katta ответственность. Ham uylarni sotib, multitasking qila olmaysiz bu biznesda. Ham uylarni sotib, tranzaksiyalarni to'g'ri ketyaptimi yoki yo'qmi, ularni qarab turish tepasida, boshqa klientlarga vaqt ajratish. Еще yana biznes olib borsangiz, to'g'risini aytsam, hech qayerga yetib bormaysiz. Siz ham business owner good one bo'la olmaysiz. Ham tranzaksiyalaringiz razvalиться qilishi mumkin. И bor klientlaringizni ham yo'qotishingiz mumkin. O'shaning uchun men uy sotishni yaxshi ko'raman. Men sotishni продажада, purchase'da bo'lishimni xohlayman. Men bu prosesni juda ham menga o'zimga yoqadi. Odamlarni o'rgataman, navigate qilaman, educate'dim. O'shaning uchun birinchi bor uy olayotganlarga vaqt ko'p kerak. Hammasiga tushuntirishingiz kerak. Опять же, har xil odamlar bor. То есть shunaqa odamlar bor, endi kelib сразу bir oydan keyin uy olishi mumkin. Потому что финансово tayyor. Pullari bor akkauntda, налогlarini yaxshi qilgan, сразу ola oladi. Lekin shunaqa odamlar bor, 2 yil, 3 yillab kutadi. Kreditini ko'taradi, налог qiladi, pul yig'adi, первый взноска, to'g'rimi? Down paymentga. O'shaning uchun unaqa odamlar ham bor. 3 yil, 4 yil uy qidirib, uy olmaganlar ham bor. То есть meni полностью vaqtim, как бы men ular uchun, faqat ular uy olmasa, men tekinga ishlayman ularga. Men bilan uy olsagina, o'shandagina men komissiyonni olaman. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bilmayman, bu narsani qo'yasizmi yo'qmi? No, it's up to you deydi. Yo'q, bu podkastga gapiravering. Bir xil odamlar menga telefon qiladi, qancha berasiz deydi. Men siz bilan ishlasam deydi. Qancha berasiz, qanaqa? Pul qancha berasiz deydi. Bunaqa narsalarni nima deydi? Bu nabarot bo'lyapti-yu, qancha berasiz. O'shada ular o'ylaydiki, bir xil odamlar o'ylaydiki, что biz masalan bitta uy sotsak, tam 5000, 8000 dollar komissiyonni olamiz. Undan u komissiyonni ichidan biz tam 30% brokerga to'laymiz, 40% налогga to'laysiz. Biz 1099 miz. Qolgan puliz bo'ladi. Menga o'shanaqa savol berishsa, men aytamanki, siz truck drivermisiz deyman. Shuni ko'plari shunaqa so'raydi. Ha deydi. Давайте deyman, siz Kaliforniyaga yuk olib boring deyman, Pensilvaniyadan. Hamma to'llaga pul to'lang deyman. Bitta misol berasiz-da. Qaytib keling de, keyin yana sizni brokeringiz boyaga ishlagan pulingizdan davay menga pul ber, chunki men senga load berdim desa, nima deysiz deyman. Olasizmi unaqa loadni desam, yo'q deydi. Nima uchun siz menga unaqa savol beryapsiz deyman. То есть har xil odam har xil. Bu ishni tushunmagan odamlar shunaqa deb o'ylaydi bir xilda. Men olmayman unaqa klientlarni. Yo'q, to'g'ri qilasiz. Menimcha hech kim olmasa kerak. Bu qanaqa, bu siz servis ularga beryapsiz-ku, yana siz ularga pul berishingiz kerak. Birinchidan bu nezakonni berish, bizda kickback mumkin emas. Ikkinchidan bu behurmatsizlik hisoblayman. Endi masalan, siz qaysi shtatlarda shu nima deydi, olib sotish laysensingizni ishlata olasiz? Shu Pensilvaniya shtatidaman hozircha Pensilvaniya. Menga Pensilvaniya yoqadi, boshqa shtatlar, hamma shtat har xil. То есть Pensilvaniya non-attorney shtat hisoblanadi. То есть uy olish, uy sotish uchun bizga advokatlar kerak emas. Xo'p. New Jersey, New York, attorney states. То есть o'tda uy olib, uy sotish uchun siz advokat olishingiz kerak. Ularga alohida pul to'laysiz. Unga haligi shu agentство yordam beradi-da, men bo'lmasam New Yorkda, New Jerseyda
advokat bo'lish uchun. То есть advokatlarning spiskasi hammada bo'ladi. В принципе, uni spiskasini olsangiz bo'ladi. Klient уже tanlab oladi, qaysi advokat bilan ishlashi, qaysi bilan ishlamasligini. Shuning uchun hozircha Pensilvaniya men uchun yetyapti. Shuning uchun Pensilvaniyada yetib ortyapti. Xo'p, bo'lmasam haligi aytganingizdek, yaxshi klientlar kelsin. Pul bering menga sizni taniymiz deganlar kelmasin. Men bu savolni haligi qaysi shtatlarga ishlay olasiz degan savolni aytganimda ma'nosi, masalan, bizning odamlarimiz ko'pchiliklari New York, New Jersey, mana hozir Philadelphia, Pensilvaniya shtatlarida ko'p turishadi. Nimaga bizning odamlarimiz Delaware tarafda вообще-то Delaware'da kam odamlarda uy sotib olish, turish, nima deb o'ylaysiz? Nimaga Delaware buncha ham uzoq emas? Nimaga kam aholi u yerda yashaydi? Delaware'ga men Marylandni ham qo'shsam bo'ladi. Bilaman, Delaware takslari, naloglari pastroq. Точно hozir bilmayman qanaqa benefitlari bor nalogga. Shuning uchun точно ayta olmayman u narsani. Bizani odamlar, nima deydi? Biz O'zbekistondan chiqqan odamlar, bivshiy Sovetskiy Soyuz respublikalaridan chiqqan odamlar, bizda kollektivizmda baribir bizda bor. Bizda o'sha narsa bor. То есть biz o'zimizdan odamlar bilan birga yashashni xohlaymiz. Bizanikilar bo'lsin atrofimizda. Biz shu narsaga o'rganib qo'yganmiz, qonimizda bu narsa. Shuning uchun Delaware'ga borsangiz, u yerda faqatgina bizanikilar yo'q u yerda. U yerda supermarketlarimiz yo'q, restoranlarimiz yo'q, halol magazinlaringiz bo'lsa ham yoki arablarniki bo'ladi yoki tam pokistonliklar ochgan bo'ladi. Baribir bizanikiga o'xshamagan. Ularning kulturasi umuman boshqacha. Lekin men o'ylaymanki, mana hozir aholi ko'payib ketyapti, bizlarniki ham, boshqa amerikanlar ham. Menimcha shu Delaware tomonlarga ham hali boramiz bizlar. Hali deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Shunaqa bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Uni bilmaydi hech kim. Uy yetmay qoladi bu Philadelphia taraflarda. Bizda уже o'zbeklarning soni o'zbek deganim ularnikiga samarqandlik tojiklar ham kiradi. O'zbekistonliklarning soni New Yorkdan oshib ketdi deb eshitdim. Philadelphiyadan New Yorkdan oshib ketdi deb eshitdim. Bizda уже Baseltonga chiqsangiz, nechta 30 tadan oshiq restoran ovqatlanadigan joylarimiz bor, to'g'rimi? Qancha halol magazinlarimiz bor. To'g'risini aytsam, men O'zbekistonga har qadamda O'zbekistonga bormasa ham bo'ladi. Menimki Baseltonga chiqsangiz, hamma o'zbeklar shu yerda. Bu yaxshi. Bizning odamlar ko'ngli ochiq, mehmondo'st, nima deydi, kulib turadi, hurmatingiz joyiga qo'yadi. Shuning uchun bizankilar ko'p juda ham. Именно mana shu Northeast Philadelphia'da hozir shunchalik bizankilar ko'payib ketganki, ko'plar masalan amerikanlar uyini sotib ketyapti-da, boshqa rayonlarga. Xuddi New Yorkda, Brighton Beachda 30 yil oldin o'rislar emigrировать qilib kelganda, o'sha amerikanlarni sal siqib chiqargan edi. Hozir Brighton Beachga borsangiz, hammasi bizning odamlar. O'zbekistonliklar. O'zbekiston, Rossiya, Ukraina, Belarusdan odamlar yashaydi. Shunaqa rayon bo'lib qolgan. Bizda ham shunaqa rayon bo'lib qolyapti, lekin o'zingiz Bucks County'da turasiz, men aytganim bo'yicha. Central Bucks County. Central Bucks. O'tda ham bizanikilar juda ko'p. Endi o't kengroq, hovlingiz bor, qo'shningizni ko'rmaysiz. Nima deydi? O't sal boshqacha, uzoq, yo'l, masofa uzoq. U umuman boshqa dunyo desa ham bo'ladi. То есть Bucks County uzoq emas, masalan, Northeast Philadelphia'dan, lekin uzoq emas. Mana shu sizning klienturangiz bor, shu ko'proq uylar o'sha tarafdan olyaptilar, odamlar. Endi kelganlar ko'proq Northeastdan olishadi. Yangi kelganlar. Ozgina yashab, keyin Bucks County'ga ko'chishyapti. Потому что Bucks County'da maktab reytinglari ancha baland. O'zingiz bilganingizdek, Philadelphia'da maktab reytinglari unaqa baland emas, high school reytingi unaqa baland emas. Lekin yana boshqa option ham bor. Philadelphia'da yashayman desangiz, bolam yaxshi maktabga borsin, high schoolga desangiz, to есть o'tda boshqa opsiyalar juda ham ko'p. O'zim 15 yil Philadelphia'da yashaganman.
hozir qayerda turasiz agar sir bo'lmasa agar? Hozir biz anaqaga ko'chib ketdik, Warminster eriga, sizlardan yaqin. Sizlardan 5 minut narida Jameson. Ha, Warminster ham yaxshi yarim. Yaxshi, Bucks County, Central Bucks School districtga kiradi bizning maktabimiz. Вот o'sha tomonda turaman. Juda ham yoqadi, spokойный. Ishingni yopmasa ham bo'ladi. Sizni boshqa haligi ko'chmas mulklaringiz ham bormi? Siz o'zingiz haligi manage deydi-ku. Rentga qo'yasizmi yoki boshqa qiladiganlar? Конечно, men o'zim ham investorman. Agar yaxshi deal chiqsa, olaman, arendaga beraman. Вообще residentialdan tashqari commercial bilan ham shug'ullanaman. То есть commercial zdaniyalar ham o'sha недвижимость sotaman, ko'chmas mulk sotaman тоже. Tushundim. Masalan, bironta biznes masalan yopilib ketayotgan bo'lsa agar, men sizga kelib, mana shu biznes plazadan mana shu joyini menga olib bering desam agar, sizning qurbingiz yetadi olib berishga. Biznes biza sotmaymiz. Yo'q, men deganim masalan, mana hozir Toys R Usmi nimalar plaza zdaniyani o'zi real estate bankrot bo'lib ketyapti-ku. O'sha zdaniya menga kerak deyman. Siz olib bera olasizda bo'lmasam? Agar ular sotaman desa, конечно. Sotishga offeringizga qarabdi. Yo'q, endi men klient turingiz deydi-yu, o'shanga qarab savol beryapman. Da. Bo'lmasam, har xil taraflama siz qo'lingizga yetar ekanda. Da, kommercheskiyga qilamiz. Yana aytmoqchimanki, что kommerchеский real estate juda ham katta, ochiq, nima deydi, wide businessda. То есть hamma commercial bilan ham shug'ullana olmaymiz. Masalan, otel, katta plazalar, ularni sotish qiyin. То есть sizga o'ta обязательно advokat kerak. O'ta umuman protsess umuman boshqacha bo'ladi. Kichkina kommerchеский zdaniyalar, kichkina kommerchеский biznes zdaniyalarni sotish qiyin emas. Masalan, bog'cha bor, bog'cha sotyapti, o'sha joyini sotyapti. Siz o'shanga joyini olib berishga agar sotuvda bo'lsa agar olib bera olasiz. Olib bera olaman. Qarang, bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agar hozir aytganingizdek zdaniya и bog'cha sotilayotgan bo'lsa, bu ikkita har xil tranzaksiya. Biznes отдельно sotilishi kerak. Bog'cha. И zdaniya отдельно sotilishi kerak. Ikkalasini birga qo'sha olmaysiz. O'shaning uchun zdaniyani biz sota olamiz. No biznesga biz вообще anyway advokat olishingiz kerak baribir. Через advokat ishlash kerak, потому что nimaga desangiz, hamma tranzaksiyalar o'zini условияsi bor. Yo'q, masalan, o'sha bog'cha yopilib ketyapti. Men o'sha zdaniyani olaman, bog'cha emas, boshqa narsa qilaman-da. Bo'ladi-ku, nima qilib, освежить qilib. Qarang, kommerchеский zdaniyalar, ularni o'zini kodi bor-da. То есть siz masalan kommerchеский zdaniya olmoqchi bo'lsangiz, kodini ko'rishingiz kerak. Nimaga ruxsat bor, nimaga ruxsat yo'q. Masalan, olib parkovkasini men trak parking qilib mumkin emas. Har xil rayonlarga mumkin emas. Mumkin emas. O'shaning uchun har bitta zdaniyaga kod qo'yilgan. O'sha kod bo'yicha sizga agar sotib olishingizdan oldin, o'shaning uchun ham biz olamiz-da. То есть realtor olasiz, realtor sizga tekshirib beradi. Kontraktni to'g'ri qilsangiz, значит, tranzaksiyangiz normalniy o'tadi. Agar kontraktni правильно to'ldirib qo'ysangiz, noto'g'ri to'ldirib qo'ysangiz, depozitingizni ham yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun bu narsalar juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. O'shani to'g'ri kontrakt to'ldirishni bilish kerak. To'g'ri. Endi men buni so'raganim ma'nosi, masalan, hozir Amerikada reytlar ancha bir yomon topga chiqqanda, hozir ozgina tushgan-u. Mana hozir Amerikaning prezidenti haligi tarif deydi-ku, naloglarni oshirib boshqa importlarga, o'sha sizning ishingizga bironta xalaqit beryaptimi, impact qilyaptimi? To'g'risini aytsam, uncha emas. Hali emas, Yo'q, hali emas. Chunki menda har xil klientlar bor. Aytishniklar bor, ularga umuman farqi yo'q. Ularga ta'sir qilmaydi. Truck driverlarga hali ta'sir qilgani yo'q. Chunki zakon endi chiqdi. boshqa
anaqa professiyadagi odamlarga to'g'risini aytsam hali ta'sir qilmadi uncha. Lekin bu narsani pozitiv narsasi bor. Men bu narsadan boshqa narsani ko'ryapman. Boshida любой qabul qilingan zakon odamlarda одобрение hech qachon bo'lmagan. Исторически olib qarasangiz. Har doim boyaga aytganimdek, oddiy, xuddi xos savolingiz, yangi qabul qilingan zakon, или siz yangi qanaqadir o'zingiz uchun решение принимать qilsangiz, o'sha narsa bo'yicha borsangiz, society har doim yaxshi qabul qilmaydi bu narsani. Yangilikka qo'rqadi ozgina. Qo'rqadi. Nimani bo'lishim predict qila olmaydi-da. O'shaning uchun сразу blok qo'yadi, negativity chiqaradi. Вот. Faqatgina bu narsa boyagi tarif deganingizdek yaxshi решениеmi yoki yo'qmi? Vaqt ko'rsatadi. Xuddi shu narsa, men bu narsani pozitiv narsa ko'ryapman, agar xohlasangiz aytaman, o'zim точка зрениям. Birinchidan mali biznesni rivojlantiradi. Bizani odamlar yangi bizneslar ochadi. Agar bu zakonning orqasidan yana налоговый nima deydi, yordam berishsa, qanaqadir exceptionlar qilsa, для малого biznesi va bizneslar ochilib ketadi. Yangi zo'r bizneslar ochiladi. Agar ular o'sha boyagi налогlarni nima deydi, yumshaytirsa, для kichkina bizneslar rivojlanish uchun yangi ishlar chiqadi, yangi ish joy paydo bo'ladi. Odamlar pul ishlashni boshlaydi. Endi shunaqa bo'lsin. Endi biz shuni tarafdorimiz, endi kutib turamiz, endi yaxshi bo'lsin. Men shu publikada qo'rqyapti-da odamlar ko'plari, shu uy olsammi, yo'qmi, market hali yana tushib ketadimi yoki men решением noto'g'rimi deb o'ylayapti-da odamlar. Shu uy olaveraylikmi yo hali kutib turaylikmi ozgina? Nima deb o'ylaysiz? Zo'r savol. Men yaxshi ko'raman bu savolni. Ko'p odamlar menga so'raydi telefon qilib. Amerikanslarda bitta gap bor. When should I buy degan gapga 5 years ago degan gap bor. 5 yil oldin. 5 yil oldin olishing kerak. Har doim aytaman. Agar uy olmoqchi bo'lsanglar, finansiy agar tortib ketaman, ola olaman, to'la olaman, mana shu oyma-oy payment to'la olaman desa, значит olish kerak. Hech qayerga qarash kerak emas. Politika o'z yo'liga, ekonomika o'z yo'liga. Ishingiz bormi? To'la olasizmi? Ishlayapsizmi? значит olish kerak. Nimaga desangiz, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ko'chmas mulkning zarari yo'q. Agar uyni 5 yildan 7 yilgacha ushlasangiz, sotmasangiz, ushlasangiz, o'z pulingizni baribir оправдать qilasiz. Nimaga desangiz, real estate mana bunaqa roller coaster-da. То есть bugun pastga tushsa, ertaga ko'tariladi. Keyin bir xil investorlar menga telefon qiladi. "Aliya, men hozir olsam, qancha pul ishlayman, qancha foyda qilaman?" deydi. Ko'p foyda qila olmaysiz. Real estate long term investment. Uzoq yillardan keyingina o'zini оправдать qila oladi. Shunday olib sotishga bu juda qiyin. Qiyin, chunki mana oldingiz, keyingi yil sotaman desangiz, siz minusga kirasiz. Естественно, o'zini оправдать qilmaydi. 5 yildan 7 yilgacha yoki 5 yildan 10 yilgacha ushlasangiz, o'zini оправдать qiladi. Agar o'sha uyni arendaga bersangiz, sizni o'sha oyma-oy to'lovingizni, mortgage paymentingizni sizni tenantingiz to'laydi. Ko'zingizni ochib yumguncha 10 yil, 15 yil o'tib ketadi. Ozgina ko'proq qo'shsangiz agar tez to'lavorasiz. 15 yilda уже 0 qilib yuborasiz-da bank bilan расчет. Oddiy misol. 19-yil odamlar uy olganlar, Coviddan oldin olganlar. Coviddan keyin, bir 2-3 yildan keyin bu vaqti istoriyada birinchi marta bo'lgan narsa. 100 yilda bir marta bo'ladi bunaqa viruslar. Coviddan oldin olganlar uspet qildi. Coviddan 2 yildan keyin sotganlar rosa ko'p pul ishladi. Uylari 150, 180, 200 mingga oshib ketgan bo'ldi, bir xillarniki. Lekin bunaqa narsa bo'lmaydi har doim. Bu prosta shunaqa paytga to'g'ri kelib qoldik. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun hozir market qanaqa? Busy. Bucks County, Montgomery Countyda talablar bor. Talab katta. Yana ustiga qo'yib berish boshlandi. То есть, в принципе, to'xtagani ham yo'q.
protsent hali ham o'sha nima deydi 4 oydan beri bitta joyda turibdi, 7 где-то. Qaysidir hafta eng kami 3 hafta oldin 5-9 ga tushdi-da, bir haftadan keyin yana ko'tarildi. То есть protsent har doim sakraydi. Protsentdan qo'rqish kerak emas. Hozir olsangiz, protsent tushgandan keyin refinansirovание qilsangiz bo'ladi. Uyni. Nimaga desangiz, unda siz overbid warga qo'shilmaysiz, over asking. То есть yashab turgan uyingizni boshqatdan refinance qilasiz. Bankdan o'tasiz. No, yana bitta narsa aytmoqchimanki, refinance bitta narsasi bor, ko'p odamlar bilmaydi, ko'p realtorlar aytmaydi buni klientlariga. Refinance qilayotganingizda kredit skoringiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Nalogingiz ham yaxshi fayl qilingan bo'lishi kerak. Nima deydi, qarzingiz kam bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Chunki mortgage siz boshqatdan olasiz uyingizga, yashayotgan uyingizga. Misol uchun, masalan, 6% uy olsak agar, masalan 0.5% tushsa agar refinance qilish unchalik nima tejamaymiz-da. Menimcha 1% dan ochsa agar keyin o'shanda refinance qilsa agar yaxshi menimcha. Ha. Da, 0.5% sizga katta raznica qilmaydi-da, katta farqini ko'ra olmaysiz. 1 yoki 1 dan ko'proq bo'lsa, tushsa, тогда yaxshi. Shunda sizga telefon qilib bemalol refinance men endi refinance qilmayman-ku, biz uy sotamiz, uni bizda mortgage brokerlar bor, o'shalar shug'ullanadi. Siz to'g'rilab qo'yasiz odamlarni. Uylarni har xillari bor-da bu yerda Amerikada. Endi bu yerda Amerikada yashaydiganlar bilishadi. Endi yangi kelganlar haqida, O'zbekistonda eshitayotgan odamlar haqida bo'yicha shu uylarni masalan Amerikada HOA degan narsasi bor. Keyin nima edi, sewer tankmi? Sewer tanki bor o'sha yerning ichida. Yana nimalari bor? Shunaqa uylar bor-da. O'sha uylarning plyuslari, minuslari haqida gapirib bera olasizmi? Siz klientlaringizga shunaqa uylarni olib berganmisiz yoki? Ha, olganmiz. Qarang, HOA dan boshlaymiz. HOA degani Homeowners Association degani. To есть uy assotsiatsiyaning ichida joylashgan. Sizni uyingizni, hovlingizni, uyni atrofini, uyni tashqarisiga boyagi assotsiatsiya javobgar bo'ladi. Siz xohlagan rangga uyni bo'ya olmaysiz, eshigingizni, xohlagan daraxtingizni hovliga eka olmaysiz, agar unaqaga ruxsat bo'lmasa. To есть har bitta community, o'sha assotsiatsiya o'zini qonuni bor. To есть agar assotsiatsiyadan uy olmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, ular o'sha assotsiatsiya uyni olayotgan paytida assotsiatsiyani dokumentlarini qo'lga oladi. И o'sha qonunlar bilan tanishib chiqadi. Podrobno tanishib chiqadi. И qo'l qo'yadi, что u rozi shu qonunlarga, o'sha yerda o'sha qonunlarga bo'ysunadi, o'sha yerda ularning qonunlari bo'yicha nima qiladi, rozi degan narsaga qo'l qo'yadi. HOA haligi gazonni va hamma narsani o'zlari nima kasit qilib borishadi-ya. Hamma HOA har xil. Qaysidir HOA summasiga qarab. Hamma HOA feesi har xil. Kimdadir $85 bo'lishi mumkin, kimdadir kvartalni bo'lishi mumkin, kimdadir годовой, 1 yilda bir marta. Agar oyma-oy to'lov bo'lsa, bir xil HOA'lar tomini ham qiladi, uyni tashqarisini ham qiladi, eshigingizni ham bo'yaydi, o'tingizni ham o'radi. 1 yilda bir marta termitlardan dezinfeksiya ham qiladi, qor tozalaydi, musor HOA'ga kirgan bo'ladi, tam suv kirgan bo'lishi mumkin. Lekin boshqa HOA'larda tom qilmasligi mumkin, suv kirmasligi mumkin HOA'ning ichiga, o'sha assotsiatsiya feesining ichiga. То есть har bitta HOA individualni, uni individualni qarash kerak. Qayerdadir mushuk mumkin, kuchuk mumkin, qayerdadir umuman животныйlar mumkin emas-da, o'sha animallar. Uy olayotganda o'shalarga ehtiyotkorlik bilan uy olish kerak ekan-da. Masalan, ba'zi odamlar istashadi, masalan, siz aytganingizdek eshigini boshqa rang qilishini istashadi yoki
mushuk bilan bironta ba'zi itlarni yaxshi ko'radigan odamlar shu o'ylab olish kerak ekanda bo'lmasam. Agar xohlasangiz, men sizga bitta voqea aytib beraman. Men bitta klientim bor edi, kvartira olmoqchi edi, 2 xonali. Men bilan ishlashni boshladi. Keyin aytdiki, "Voy, men bitta uy topdim." Uyning egasi aytdiki, "Что realtor kerak emas bizga." dedi. "Men realtorga pul to'lamoqchi emasman" dedi. O'shaning uchun men o'zim olaman dedi. Men aytdim, "Ehtiyot bo'lgin" dedim. Bu uylar HOAda joylashgan. Anaqalarini, qonun qoidasini bilishing kerak. Agar uyni olib qolasang, qonun qoidasiga rioya qilmasang, sen shtraf olasan, даже san sudga ham berib yuborishi mumkin dedi. Eviction'ni nima qilish? Men o'zim bilaman dedi. Bir oydan keyin telefon qildi. Uyni olib bo'lgan, уже bir oy ko'chib kirgan uyga. HOAdan olgan, assotsiatsiyadan 2 xonali kvartira shu yerda Nordesda. Endi qarang. Uyni egasi uyni sotayotganda nelegalni boyagi Krivo degan mashina bilan quritadigan mashina nelegalni ustanovka qilgan klozetga. Qonunga bo'ysunmasdan. Qonunga bo'ysunmasdan. HOAni pravilasiga qarshi o'ta mumkin emas bo'lgan. Ularni boyagi Krivo degan mashinasi bilan quritadigan mashinasi basementda bo'lishi kerak bo'lgan. Tushunasizmi? Bu klozetni ichida o'zi qo'yib olgan. Bu olayotgan odamga yetmagan shu narsani. Покупатель uyni ko'rganda, to есть oluvchi qarasa turibdi. Washer dryer, unitni ichida ekan, udobno dedi. U oluvchi boyagi sotuvchiga yetmagan, что buni kuchigi bor. Sotuvchi bilmagan, bu ham yetmagan. Tranzaksiya qilishgan, yopishgan, ko'chgan, kuchugi bilan kelgan, kuchugi katta bo'lgan. U assotsiatsiyada umuman kuchuk mumkin emas bo'lgan. Ana. Uyga boyagi communitydan, assotsiatsiyadan odamlar investigation qilib kelishgan. Kelsa, unit ichida washer and dryer qo'yib qo'ygan, boyagi Krivo degan mashina bilan quritadigan mashina. Va kuchugi bor. Juda ham uzoq sudlashishdi bir-biri bilan. Oxiri endi juda ham ko'p pulga tushdi o'sha odam. Boyagi realtor fini ekonom qilaman deb $1000 tushdi. Yillab suditsiya qilib, oxiri uyni sotib qutuldi. Вот shunaqa situatsiyalar bo'lmasligi uchun, скупой платит дважды bo'lmasligi uchun realtor olgan yaxshi. O'shaning uchun men odamlarga bir xil aytaman. Bizga realtor kerak emas, biz o'zimiz оформить qilib olamiz, o'zimiz bilamiz deydi. Men aytaman, siz masalan sizni sudga kimdir bersa, bez advokat sudga borasizmi deyman. Yo'q deydi. Aytdim, nimaga roll the dice. Nimaga uy olayotganda sizlar shunaqa riskovat qilasizlar? Katta summa bilan. Katta summa. Bir xillarda odamlar hayotida bir marta uy oladi. Tushunasizmi? Butun umr yig'gan pulini uy olishga ishlatadi. $1-2 ming riskovat qilishini men tushunmayman masalan unaqa odamlarni. Chunki aytganimdek, tishingizni o'zingiz orisa, tishingizni o'zingiz olmaysiz. Siz doktorga borasiz, to'g'rimi? Doktor nech pul desa, baribir to'laysiz o'sha pulni. Chunki tish yopib tashlash kerak. Xuddi realtor ishi ham shunaqa. Shuning uchun Amerikada hamma realtorlar litsenzirованный. Shuning uchun biz ekzamendan o'tamiz. Har yil повышение kvalifikatsiyadan, государствоdan, davlatdan o'tamiz. To есть biz har doim o'qiymiz. Bizda har doim zakonlar yangi chiqadi. U zakonlarni bilishingiz kerak. Bilmasangiz kontraktni to'g'ri qilib qo'yishingiz mumkin. Bu narsalar ham bor. Shuning uchun bilaman, что bir xillar o'ylaydiki, O'zbekistondagi makler deydi bizda. U yerda umuman boshqacha. Bu yerda umuman boshqacha. Bu yerda bu ish prestijniy hisoblanadi. Bu yerda biz litsenzirованныйmiz. Qonun qoidaga qarab. Общий zakon bor. O'sha zakonga siz nima deydi, qonunga o'sha qonun bo'yicha ishlashingiz kerak. Rioya qilishingiz kerak. Agar rioya qilmasangiz, yo'qotib qo'yishingiz mumkin litsenziyasiz ishlash mumkin emas. To'g'ri. Shu HOAmi boshqasini ehtiyotkorlik bilan sizlar ko'rib chiqasizlar kontraktlarni, qog'ozlarni. Sewer tank deyishadi. Sewer tank degani kanalizatsiya, masalan, общий kanalizatsiya bor, shu davlatga chiqib ketadigan.
ba'zi uylar bor, sewer tank shu yerning ichida katta bitta tank bor, o'shanda sewer menimcha tushadi, keyin traklar olib tozalaydi. O'shanaqa uylar sotganmisiz? Odamlar shunaqa uylar ham olishadi. Sotilgan. Arzonroqmi har xil yo'qmi? Yo'q. Farqi yo'q. Sewer tank nima uchun qo'yiladi? Sewer tank mana North Philadelphia bu residential area. Hamma uylar bir-biriga yaqin, bir-biriga qo'shilgan uylar ham ko'p, twinlar ko'p, to'g'rimi? Bizi North Philadelphia zich joylashgan joy. Zich odamlar. Endi qarang, sewer tanklarni обычно qayerga qo'yadi? Builderlar, uyni qurayotgan quruvchilar государственный sewerga ulash uchun truba o'tkazish kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Uy qurayotganda. Bir xil katta millionli uylar o'ta private sewer только. O'sha faqatgina alohida yeri tagida, hovlizi orqasida ko'milgan kanalizatsiya. U yerda masalan avval ferma bo'lishi mumkin, katta ferma. Har xil prosta yer bo'lishi ham mumkin. U yerda haligi nima aytganingizdek davlatiy kanalizatsiya kelgani yo'q hali. O'tmagan. O'shaning uchun o'shanaqa uylarga suvni ham, masalan, well deydi. Quduqli suv. O'tga даже pompa bilan qo'yiladi. O'tga даже u trubalar o'tmagan. Builder o'sha uyni quruvchiga juda ham qimmatga tushadi. Public trubaga yetkazib borish bu uyni. O'shaning uchun ular uchun arzonroqqa tushadi. Yer tagiga boyagi tank qo'yib, nima deydi, quduq suvni qo'yish arzonroqqa tushadi. O'shaning uchun ko'p private sewerlar, well tanklar hammasi katta uylarda. То есть 2 gektar, 1 gektar, 3 gektar, 10 gektarli uylarga qo'yiladi. Обычно luxury house'lar. Ko'plari mansionlar, ko'plari private sewerda. Endi qarang, o'sha tank 50 yilga yetadi, lekin har necha yildadir ham siz inspection qilishingiz kerak unaqa tanklarni. Ichida ximikati bor. 50 yilga yetadi deyapsiz, qanaqa bu? То есть ichidagi ximikatlari, tankka o'zi 50 yil garantiya beriladi обычно unaqalarga. Lekin uni haligi nima deydi? Har yilda trak u это пустяк. U trak chaqirasiz, o'zini anaqa raspisaniyasida kelib qilib ketaveradi. Unaqa qimmat turmaydi. Lekin uyingiz qayerda joylashganiga qarab, township requirementsiga qarab, township zakoniga qarab siz boyagi kanalizatsiyangizni testdan o'tkazishingiz kerak. Buni plusi ham bor, minusi ham bor. Plusni aytaman. Boyagi minuslari endi boyagi private anaqa trak chaqirishingiz kerak tozalab ketish uchun, o'zini schedule kelib keladi. Shu 1-2 yilda o'sha township inspectiondan o'tishingiz kerak. Townshipga qog'oz berishingiz kerak, что sizni seweringiz to'g'ri ishlayapti, ximikatlari normada, bemalol townshipga o'sha narsani aytishingiz kerak-da. Inspeksiya qilib turishingiz kerak. Endi qarang, plus tomoni siz sewer bill to'lamaysiz. Har 2 oy, har 3 oy yoki har oyda sewer bill kvartalni to'lamaysiz. Потому что sizniki private, uyingiz orqasida. Xuddi well tank ham shunaqa. То есть quduqli suvga ham oyma-oy pul to'lamaysiz. Birinchidan boyagi quduqning motori unaqa agar buzilsa 7 yilga в принципе yetadi, bir xil motorlar. Agar buzilsa $700,000 almashtirish unaqa qimmat emas. Motorchasi. Boyagi sewer tank boyagi aytganimda 50 yilga примерно yetadi deyapman. Полностью qazib olib tashab boshqasini qo'yish 50 mingdan 80 minggacha-da. Qazib boshqasini qo'yish, replacement, full replacement. Haligi suv nimasini-da, well kanalizatsiyani. Yo'q, kanalizatsiyani aytaman. Kanalizatsiyani полностью olib tashab boshqasini qo'ymoqchi bo'lsangiz, u примерно 50 mingdan 80 minggacha ketadi sizga. Lekin garantiyasi 70 yil dedingiz-a? Yo'q, 30 yildan 50 yilgacha-da. Hammasi har xil. O'shaning uchun inspeksiya qilish kerak. Agar o'shanaqa uy olmoqchi bo'lsa odamlar, обязательно sewer tankga inspection qilinglar. Обязательно. Bu men o'ylab qoldim, bu juda menimcha biz bir soatlar gapirishimiz mumkin bu sewer tank haqida. Uylarni o'zini detallari ko'p, o'shaning uchun har bitta uy, masalan, men uy ko'rsatayotganimda, именно o'sha detallariga ahamiyat beraman-da. То есть nima kanalizatsiyasi qanaqa, suvi qanaqa,
elektrichествоsi qanaqa, gaz bormi u yerda yoki yo'qmi? Ko'p uylarda bilasiz, Bucks Countyda gaz yo'q, gaz o'tmagan. Masalan, Jamisonda bor, bir xil joylarda, Warringtonda bor. Gaz masalasi ham nozik masala. Men ko'raman katta uylarda propanlar turadi, katta propanlar. Men o'ylayman, bu xavfli bo'lishi kerak. Bironta nima iskra bo'lib qolsa agar bum. Yo'q, xavfi yo'q. Birinchidan, propanoviy kompaniyalar har oy kelib sizni propan anaqangizni, balloningizni tekshirib ketadi. Uni zapravlять qiladi. Kelib hammasini o'zini счетчиклari bor. Nimalari bor-da. Agar lik bo'lsa, ularni datchigi yonadi. То есть пропановой kompaniyaga anaqa ketadi, signal ketadi, что bu ballon там протекает, qanaqa lik bo'lyapti, или to'g'ri ishlamayapti degan narsani ko'radi. Chunki qarang, любой пропановый gazingiz ishlatganingizda o'zi примерно bilingizni bilasiz, qancha ishlatganingizni. To'g'rimi? Agar qaysidir oy ko'p ishlatilib ketib qolsa, ular sразу tekshiradi. Значит, it's unusual. Usually siz masalan там $100 ishlatasiz. Тут $300 bill bo'ldi bitta oyingizga. Bironta lik bormi, nima bormi? Lik bo'lishi mumkin. Или havoga ham qaraydi. Agar havo sovuq bo'lsa, siz kaminingizni, обычно kaminlar propanga ulangan bo'ladi. Kaminingizni ko'proq ishlatgan bo'lsangiz, okey. Тогда это нормально. Но lekin unusual usage bo'lsa, тогда uni tekshiradi обязательно. Mana shu minus tomoni yo'q, в принципе. General public deydi-ku, generalniy publika shu odat qilgan qadimdek haligi promoy bo'lsin hammasi. Gazam promoy kelsin davlatdan, boshqa hamma narsa promoy kelsin. Endi shunga o'rganib qolganda uy qidirishda ham shunga e'tibor berishadi. Siz aytyapsizki, risklari juda uncha katta emas. Masalan, tanklar olsa, propan tanklar olsa, unaqa risklari yo'q. Riski yo'q. Nimaga desangiz, har bitta narsa, bu yerda har bitta servis bilasiz. Bizda страховкалар bor har xil. Uy страховкасы bor. Let's say portlab ketdi, yonib ketdi. Страховка to'laydi hammasini. Bu to'lasa, uyda yotib tursangiz agar portlab ketsa. Endi bu narsalar ham bor. Endi har bitta narsani agar negativni o'ylaydigan bo'lsangiz, qo'rqasiz-da. То есть boyagi даже oddiy public gaz ham leakage bo'lishi mumkin-da. O'sha oqishi mumkin qat'adir, пропускать qilishi mumkin. То есть accident ham public servicedan ham bo'lishi mumkin, ham private ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun yearly baribir inspection qilib turish kerak. Boyagi Philadelphiyada bizda hammasi public gaz. То есть har bitta uyda Philadelphiyada gaz bor. То есть Philadelphiyada ko'pincha 99% gaz, sewer, suv hammasi anaqaniki, davlatniki. То есть davlatniki degani public deymiz. Bu yerda davlatda narsasi yo'q, o'zingiz bilasiz. Endi davlat deganimiz shu publik shaharniki. Shaharnikida. Shaharniki. Shaharniki. Shuning uchun nima deydi? Uylar har xil. Odamlarga palon uy yoqsa, men обязательно o'sha detallarni aytaman. Qanaqa gaz, HOA, kanalizatsiyasi qanaqa, quduqdan suv kelyapti qancha odam to'laydi. Ko'plar so'raydi, albatta so'rab bering, oyma-oy to'lov qanaqa. Juda ham yaxshi savol bu ham odamlarga. Oyma-oy to'lov, siz uyingizda nechta odamsiz? Qanaqa ishlatasiz? Uyda целый день, masalan, uy bekalari uyda o'tirsa, ular ko'proq ishlatadi. Amerikanlar ko'proq ovqat ham qilmaydi uyda, bilasiz. Gaz ishlatmaydi. То есть siz примерный газовый, то есть uyni oyma-oy to'lovini, billarini bilishingiz mumkin. Gazga, svetga, suvga qancha pul ketishini. Uni olib beraman har doim uyni egalaridan. Lekin shu narsani esingizdan chiqarish kerak emas, что sizlar o'zingizlarni nechta oilangizda odam bor. Естественно, уже agar bu uyda uyni egasi 3 ta odam yashasa, sizlar 8 ta odam ko'chib kelsanglar, sizlar belinglar, конечно, уже usajinglar boshqacha bo'ladi. Уже o'shanga qarab bill bo'ladi. To'g'ri. Men o'ylayman, suhbatimiz ma'noli o'tdi. Rahmat. Men
основной mani ofisimda qilamiz podkastni. Endi siz aytdingizki, mana bitta ofisimga keling, ko'ring, bitta biz shu yerga qilaylik dedik. Mayli, biz haligi deydi-yu, flexible. Rahmat kelganingizga. Chiqarganingiz uchun rahmat. Mana shu hozir tugashimizdan oldin bitta aytib bering, nimaga odamlar, masalan, hozirgi klientlar, keladigan klientlaringiz nimaga sizni tanlashlari kerak realtorlik agent uchun? Endi biza servis biznesdamiz. Xohlayman odamlar kelishini, ko'p klientim bo'lishini. Har doim odamlar bilan ishlaganimdan keyin har doim so'rayman. Har doim ularga aytaman, men sizlarga bitta uy emas, men sizlarga 10 ta uy sotmoqchiman. Shuning uchun agar meni servisimda, qilayotgan ishimda sizlarga bu narsa yoqmasa, menga albatta o'sha narsani aytinglar deyman. Chunki sizlar aytmasanglar men bilmayman. To'g'rimi? Lekin har doim o'zim ustimda ishlayman. Meni klientlarim uyni olgandan keyin menga ko'p telefon qilishadi. Sizlar uy olgandan keyin bo'ldi, ish tugadi, bo'lmaydi. Birinchi marta uy olganlar yana 6 oy, 1 yilgacha telefon qilishadi. Savoli ko'p bo'ladi, har xil qog'ozlar keladi. Shuning uchun men ularga har doim aytaman, to'lashinglardan oldin menga jo'natinglar. Musor bo'lsa, musor. Spam juda ham ko'p keladi ularga. Hozirgi paytlarda. Shuning uchun meni ishim sizlar uy olgandan keyin, meni ishim hali tugamadi. Yana hali 1 yil cho'zilishi mumkin. Ko'p maslahat so'rashadi investorlar. Endi investitsiyaga kirmoqchi bo'lgan odamlar, uy olib, uy arendaga berish yoki uyni flip qilish, remont qilib sotish yoki arendaga qoldirish. Kommerchеский boyagi недвижимость, kommerchеский zdaniylar, ularga opit juda ham katta. Har bitta xato обязательно qilinadi. Xatolar bo'ladi, kommunikatsiyada ham bo'ladi. Aytmoqchimanki, odamlar har xil. Biz odamlarga qarab ishlayman. Ularni xarakteriga qarab. Bitta misol keltiraman. Bitta klientim bor. Har doim uy olib turadi. Anaqa sraz jahli chiqib ketadi. Nima deydi? Vostochniy odamda. Sraz jahli chiqib ketadi. Portlab ketadi, baqirib ketadi. Iskra ekan. Iskra, bomba, hajachi bomba deyman. Sraz baqirib ketadi. Bilaman. Уже bilaman xarakterini. Okay. Gapiradi, baqirib ketadi. Nimaga ular unaqa qilmayapti? Nimaga men bunaqa xohlamayman? Uyni egasiga ayting, bunaqa qilsin deyman. Tushunaman, eshitaman deb qo'yaman. Keyin 1 soat, 2 soatdan keyin qaytib qolaman. Уже boshqacha разговор. Уже всё, потому что nima deydi, chiqarib yubordi parini. O'yladi spokойно. Keyin уже biz spokойно gaplashamiz. То есть hamma odam har xil. Bir xil odamlar umuman gapirmaydi. Gapirmasa, men harakat qilaman chiqarib olish. Nima deydi, surib nima qilib olishga harakat qilasiz. Потому что menga informatsiya kerak-da. Chunki men o'shanga qarab ishlayman. Klient nima xohlayapti? Yani aytmoqchimanki, bu yerda men uy sotmayapman. Men feeling sotaman. Чувство, o'sha siz чувство qilmoqchi bo'lgan narsani sotamiz biz. Agar o'sha narsani tushunsangiz, значит siz bu biznesda успешный bo'lasiz. То есть любой odam uyni borib ko'rsatishi mumkin, lekin boshidan oxirigacha tranzaksiyani yetkazib, psixologический klientingizni поддержка qilmasangiz yoki tushunmasangiz, bu biznesda successful bo'la olmaysiz-da. Просто tugatasiz или nervный stress bo'lib bu biznesdan chiqib ketasiz. Aloqa deydi-yu, aloqalar yaxshi bo'lishi kerak klient va agent bilan. Siz shuni bilishingiz kerak, odam nimadan o'tyapti. Men klientim agar ko'rsam, что stress qilyapti, nimadir tushunmayapti, men har doim aytaman. Tushunmayapsizmi? Savolingiz bormi? Menga telefon qiling. Любой masala bo'yicha. Любой masala bo'yicha. Nimadir sizni anaqa qilyaptim. Keyin yana bizda bitta narsa bor. Endi biza kollektivizmda katta bo'lganimiz uchun O'zbekistonda bu endi kapitalizm bilasiz. Bu yerda har bitta odam yagona bo'lib ketgan. O'zbekistonda hamma bir-biriga 7 ta mahalla xo'jayin tam bo'lingiz urishishi mumkin, shunaqa narsalar bor. Endi qarang, bu yerda endi odamlar qonida shu narsa qolib ketganda. То есть odam uy olishni boshlayotganda hammaga aytadi, men uy olaman deb. Eng katta ошибка.
har doim aytaman, bu eng katta xato. Uy olsanmi, ninada hammaga 7 mahallaga yetmaydi. Nimaga desangiz, everybody's gonna become a realtor. Bu yerdan bunaqa qilish kerak, mani closing costim mana bunaqa bo'lgan, mani prosentim mana bunaqa bo'lgan, seni точно aldashyapti degan 10 yil oldin gaplarni bilmaysiz. To'g'ri. Zakon bizda har yil o'zgaradi. Bir xil o'tgan yil juda ham ko'p o'zgardi zakonlarimiz. O'shaning uchun nima deydi? Biz bu biznesdamiz full time. Bu biznesni part time qila olmaysiz. Bu biznesga full time yonlashish kerak. Agar maqsadingiz katta bo'lsa. Agar ko'proq odamlarga yordam beraman. Rostdan ham bu biznesni как biznes treat qilish uchun full time qilish kerak-da. То есть part time qila olmaysiz. То есть kallangiz, o'sha miyangiz, mindsetingiz imенно mana shu biznesga oriented bo'lish kerak-da, qaratilish kerak. Rahmat. Men buni suhbatdan keyin so'ramoqchi edim. Men hozir so'rashga qaror qildim. Masalan, deyk, mana men 5 ta 6 ta недвижимость olmoqchiman-da. Masalan, shu rentga berish uchun. Shuni siz manage deydi-ku, shu qila olasizmi siz yoki bunaqa servisingiz yo'qmi? Yaxshi savol. Men management qilmayman. Bu umuman boshqa biznes. Property management kompaniyalar bor. Olib bera olasiz-ku, lekin olib bera olaman. Tenant topib bera olaman sizga. Arendaga berib, o'sha shaharni, townshipni zakonlari bo'yicha hammasini qilib beramiz. Litsenziya olinadi, to есть siz litsenziya olishingiz kerak, landlord license. И o'sha har bitta shaharni zakoni bo'yicha zakonning obrazim arendaga berganingizdan keyin sizga men o'sha property management kompaniyalarining telefonlarini beraman. O'shalarga telefon qilib qancha fee oladi, qilgan ishiga o'shani gaplashsangiz bo'ladi. Chunki biz manage qilmaymiz. Men faqat olib beraman, sotib beraman и sizga tenant topib beraman. Nega desangiz, property management kompaniya u umuman boshqa biznes. Tushunasizmi? U katta, juda ham boshqa biznes. To есть siz tenantlarga уже sizga telefon qilmaydi tenantlar. Siz property management kompaniyaga problema bo'lsa telefon qiladi, ular odam jo'natadi remont qilishga, срочный remont qilish kerak bo'lsa срочный remont qiladi. To есть sizga hech kim hech narsa demaydi. To есть oy oxirida sizga просто bill jo'natadi и boyaga rentingizni collect qilib beradi, suvlarni to'laydi, и oxirida o'zini servisiga protsentini olib sizga уже sizga qolgan summani jo'natadi akkauntingizga avtomatiski. Shunaqa nima deydi? Avtomatiski nimalar yaxshi. Agar masalan tenantingiz pul to'lamay qo'ygan bo'lsa, uni через суд eviction qilish uchun uni hammasini property management kompaniyasi handle qiladi. Shunisi yaxshi-da, chunki bosh og'riq kamroq. Mana property management kompaniyaga berib yuboraman, chunki har xil narsalar bo'lishi mumkin. Uy bu uy. Bir xil odamlar o'zlari manage qilmoqchi bo'ladi-da, и nima deydi? Mana shunaqa problemalarga to'qnashgandan keyin, как landlord keyin borib yetadi-ya. Qilgisi kelmay qoladi. Menga yoqmadi, uy sotib yuboraylik, men xohlamayman deydi. O'shaning uchun men ularga aytaman, unaqa qilmanglar, undan ko'ra property management kompaniya olinglar. Ular sizlar uchun любой hamma kerak bo'lgan ishni qiladi. Ozgina arzimagan pul to'laysizlar. Обычно bularning rate nechta kvartirangiz borishiga qarab 8% dan 15% gacha monthly rentaldan olib qoladi. Смотря qanaqa qaysi kompaniya olasiz. Tushundim. Okay. Rahmat sizga, suhbat uchun rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, katta. Kelajakda katta bizneslar qilaylik, birgalikda. Xohlasangiz, klientlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Rahmat.